Azizlar, O'zbekistonda Toshkentda katta yangilik Shovvoz tabaga ochildi. Birinchisini o'zi 5-6 xil, ikkinchisi 5-6 xil shashliklarimiz bor. Oshlar bo'ladi, to'y oshlari soat 11 ga. Kelishilgan holda hammasi. Olib qo'ydim. Meniki hozir olib qo'ydingizki, deyishini ko'rdingizki, birorta suyagi ham qolmagan. Suyagigacha yevordim. Shunaqa mazza. Bu yerda nafaqat tabakasi bor, endi eshitishimizcha shashliklari ham bor ekan. Aka, xalqimizga ham murojaat qiling, marhamat. Men xalqimga har doim murojaat qilganmanki, aql bo'laylik. Kelinglar. Bugun mana Shovvoz tabaka brendining ochilishi. Bu brend bu Shovvoz tabaka degan brend. Nomidan ma'lum Shovvoz tabaka, Abror Shovvoz qo'shiq aytib, qiziqchilik qilib, xalqning kayfiyatini ko'targanda, endi bu safar yedirib kayfiyatini ko'tarmoqchi. Yeb ko'rdingiz-ku boy tabakani. Bitta so'z bilan. Tabaka ekan rosa. Birodarga Shovvoz bu Shovvoz tabakani ochishidan maqsad bu yerda foyda qilish emas. Bu yerda juda hamyonbop. Faqatgina shu rasxodlari ko'tarilsa bo'ldi. Foydani shu xalqdan olib turib, yana xalqqa yediryaptilar-da mana tabaka orqali. Zang. Yo, men xo'rozvoz bo'lganim uchun men uncha tovuq go'shtiga yo'qman-da. Lekin yedim. Bir ay Arg'inda kelaverasizlar. Xayrli bo'lsin. Barchani taklif etamiz. Yedik tabakani endi hamin qadar. Juda go'zal, juda chiroyli, juda mazali taom bo'libdi.